Sankt-Peterburg yaqinida o'zbekistonlik transgender erkakning parchalangan jasadi topildi. Rossiyaning Leningrad viloyati Kirov tumanida topilgan boshsiz jasad O'zbekiston fuqarosiga tegishli ekani aniqlandi. Bu haqda Leningrad viloyati tergov qo'mitasiga tayangan holda rus nashrlari xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 15-iyun kuni Kirov tumanidagi daryoga cho'milish uchun kelgan 11-sinfda o'quvchi o'smir suvda jasadni topib olgan. U tezlikda politsiyaga xabar bergan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya boshsiz, qo'lsiz va oyoqsiz, ammo ayollarning sun'iy ko'kragiga ega bo'lgan transgenderning jasadini suvdan chiqarib olgan. Ekspertiza natijasida jasadning oyoqlari arra bilan kesib tashlangani aniqlangan. Murdaning qo'llari esa ko'krak tomonidan sindirilgan va hech qanday vositalarsiz tanadan yulib olingan. Jasadda kattaligi 4 cm dan 20 cm gacha bo'lgan pichoq bilan berilgan 4 ta jarohat izlari bo'lgan. Politsiya jasaddagi sun'iy ayollar ko'kragi bo'lgan implant raqamidan kelib chiqib, transgenderga ko'krak operatsiyasi o'tkazgan xususiy klinikani topgan va 18-iyunda uning shaxsini aniqlagan. Bildirishicha, u O'zbekistonning 23 yoshli fuqarosi Xatamjonovdir. U o'ziga Tamara deb ism qo'ygan. Tamara Rossiyaga bundan 3 yil avval kelgan va bir joyda muqim yashamagan. U Moskva va Peterburgda navbatma-navbat yashagan. Moskva-Peterburg poyezdining doimiy yo'lovchisi bo'lgan. Ekspertiza shuningdek, Tamara kamida 3 oy avval o'ldirilganini ham aniqlagan. Mazkur hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilib, tergov-qidiruv harakatlari olib borilmoqda.